Resul var aka bo'ldi akalar. Qancha bo'ldi? 5 milyon 800 mi? 5 milyon 800 yosh qo'chqor desam, qo'chqor ham ketdi, ko'rinmadi. Egize qo'y. Resul savdo bo'lyapti aka. Ikkovi 57 pul berishyapti. Jubiga 5 milyon 700 ming savdo bo'lyapti aka. Sog'liq qo'chqor. Maşallah. Akalar xudo xolasa bugun 22-mart 2026 hafta kuniga yakshanba inshaalloh akalar xudo xolasa qo'y bozori, bo'g'oz sigirlarni bo'g'ozlaridan, xunojinlardan aralashtirib chiqaraveramiz. Qo'ldan kelgancha akalar videolarni like urib, podpishka qilib tursanglar inshaalloh akalar. So'zlarimizni hatto kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz akalar inshaalloh. Chiroyli qilib video azor qilib beramiz akalar. Narxni bostirib, qarsillatib, podpishka qilib turinglar. Narxlar yoritib akalar. Aralashtirib chiqaraveramiz. Xudo xolasa qo'y, bo'g'oz, sigirlar xudo xolasa. Mana shu o'ziga savdo bo'lyapti akalar. Nech pul beryapti? 1 million savdo bo'lyapti. Qo'chqor savdo. Sog'liqchaga. Qancha? 1 million savdo bo'lyapti akalar. Qo'zichaga. Qo'yga qo'yamiz. Majinlarni ham ko'rsatib ketaveramiz akalar. Bu yoqda agar savdo bo'layotib turgan bo'lsa, mana inshaalloh. Mana xunajinga savdo bo'lyapti. Nechta berib yubordingiz aka? 15,5 million. 15,5 million mana realniy savdo bo'lyapti akalar. Mana shu xunajinimiz. Mashalloh akalar. Yetlari bor ekan, mana shuning uchun savdo bo'lyapti. 15,5 million. Mashalloh. Bo'g'ozlarga ham o'tiramiz akalar. Bo'g'ozlar bor ekan. Aka bu bo'g'oz emasmi bu? Nechta pul deyapsiz? 19,5? 19,5 kam bor ekan mana akalar. Bo'g'oz. Ko'ringlarchi akalar, bo'g'ozlarga ham o'tiramiz. Bo'g'ozlar bor ekan. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Savdosidan savdo bo'lib turganlardan olaveramiz bo'g'ozlardan. Aka bu necha oylik bu? Necha puli? Sizniki emasmi? Mashalloh, 7 oydan o'tibdi akalar. Hocaga qasinga savdo qilyapsiz? Mana unga ham. Necha so'm beryapsiz? Betmol uka yo'q. 23 deysizmi? 22 million akalar mana. Katta ekan molimiz. Mashalloh. Necha oylik uka? 8 oylik. Yaqin qolibdi-ku, xudo xolasa. Mashalloh akalar, 8 oylik bo'g'ozimizga 23 million savdo bo'lyapti. Ko'rsatmaysan. Hojaga mana shu orqasini ko'rsatib qo'yadi. Mana akalar 8 oylik ekan akalar. Bozorini bersa, xudo xolasa egizak tug'ib beradi. Qorni katta-yu. Mo'lam yaxshi. Savdolarni olaveramiz akalar, xudo xolasa. Mana mayda ham savdo bo'lyapti. Yaqini bo'lyapti mana. Nechta beryapsiz hoji aka? 200 kam 28. Mashalloh akalar. O'zi ham oz qolibdi-ku. 8 oylik. Duolas akalar, bo'g'ozlar akalar mana sekin savdo qilyapti, joylardan olyapmiz akalar. U yerda ham savdo bo'lyapti. Olamiz uni ham. 29 bo'ldimi? 28. 200 kam 28. Mana 200 kam 28 savdo bo'ldi. 27 million 800 ming savdo bo'ldi akalar. Mashalloh. Bozorini bersin. Mana maydan savdo bo'lyapti akalar. Xudo xolasa olib chiroyli qilib yoritib akalar. Mashalloh. Xudo bo'g'ozlar savdo bo'lyapti. Nechinchi qoringa shet bu? Ikkinchisiga. Yaxshi. Molam zo'r ekan-da bu. Nech pul beryapti aka? 750. 27 million 750 ming savdo bo'lyapti akalar. Mashalloh.
Maşallah. 27 milyon 700 ming savdo bo'ldi. Maşallah. Doğalası. Oskopda. Necha oylik bo'ldi aka bu? Doğalası Oskopda akalar bir 20 kunlik avvag'ida novoz tutsa jicha kechroq bo'ladi. Hayot beyuz. Oskopda akalar tutsa xudo xolasa 27 milyon 700 savdo bo'lyapti. Maşallah akalar. Xudo xolasa. Necha oylik aka bu? 6 oydan oshib. Necha pul savdo bo'ldi aka bunga? 23. Maşallah. Suti yo'q buni. Suti yo'q akalar. Ko'rsatib boraveramiz akalar. Mana unga ham Oskopda aka. Necha oylik aka bu Oskopda? 8 oylik. Maşallah. Dekonchilikmi aka? Nechinchi qorin bu? Ikkinchisiga akalar. Necha oylik? 8 oylik. Oyog'iga nima bo'lgan shey buni? Hechasi. O'zi yashnatami, tug'mami? Ha, noto'g'ri turibdimi? Qayrilib qolganga o'xshab turibdi. Maşallah akalar mana. 8 oylik ekan mashina. Pulichi pul aka? 40 million kam bor aka. Mana. Mana obunachilar 40 million kam bor ekan. Yaqinlariga o'zi ham narxi baland ekan bo'g'ozlar. Bo'ldimi, baraka bo'ldimi akalar? Bo'laga ber, qayga bo'ylasa bo'laveradi. Necha pul bo'ldi akalar? Ha, tutumlarni ko'rib oling. 28. 28 million savdo bo'ldi akalar, sotdi 28 ga sotdi, 8 oylikdan o'tgan. Xudo xolasa oz qolibdi. Maşallah akalar. Yuvosh ekan bu, ha? Va yaxshi chiqyapti-ku, masalan. Maşallah, bezlari yo'q ekan. O'zlari uchun sanashtir oldi, men tekshirganman. U yerdan turibmanmi, ko'ngil o'tijam qiling. Xudo xolasa akalar, mana. Barakasini bersin, olganga ham, sotganga ham. 28 millionga 8 oydan o'tgan bo'g'ozimiz sotildi akalar. Xudo xolasa yana 1 oydan keyin tug'ib beradi. Ikkinchisi. Ikkinchisi zo'r ekan. Barakasini bersin. Necha oylik aka bu? 5 oylikdan o'tgan akalar mana. Yaxshi mol qo'ng'ir ekan, sveti ham chiroyli ekan. Necha pul deyapsiz? 30 kam bor ekan. Maşallah akalar. Nechinchi qoringa aka? 25,5. Qorni dedingiz nechinchisi? Birinchisigami? 25,5 beryapti. Maşallah. Kuragi ham yo'q hali. Kuragi ham yo'q. Zo'r. Maşallah akalar. Doğulasa mana 25,5 million savdo bo'lyapti akalar. 5 oylikdan o'tgan ha bu? Ha, o'tgan. Nomer qoldiravamizmi qiziqqan? 33lik. 024 31 33 ga aloqa chiqinglar akalar. Yaxshi yosh birinchi qoringa 5 oydan o'tgan. Kurachi ham yormagan ekan. 30 million kam bor ekan. Bemalol aloqa chiqinglar, sigir qilaman degan aka-ukalarimizga. Yosh yelim ham oq yelim ekan akalar. To'g'risi. Bozoringiz bersin aka, to'g'risi. Hayot beyuzdan aka. Ko'rsatib boraveramiz akalar mana. Xudo xolasa. Usta aka necha oylik bu? Mol yaxshi ekan. Aka baraka bo'ldimi? Necha oylik? 9 oylik. 9 oylik. Oskopda. 9 oyda tug'adi, tug'mabdi hali. Tug'adimi? 10 kundan keyin tug'adi. Novosaganda zinashda xudo xolasa. Xudo xolasa endi. Oskopda o'zi ham aka, mana tushib qolibdi pastga. Aka bilan savdo qilib turing. Yo, menga qarang. Bitirib keting, nima qilasiz? Savdo. deb chaqiribdi. Yo, mana aka, mana oyga bozorlar qo'yib keting, buni ham qiynab. Bozorlardan ko'rib kelay deyapti-da. Yo, men ko'rinman.
Neçil beryapsiz aka? 27 million maşallah. Zo'r akalar. 9 oylik ekan, xudo xolasa 27 million savdo bo'lyapti maşallah. Bo'g'ozimiz 9 oylik bo'pti hisobda, xudo xolasa 10 kunlik, 15 kunlik joy qolibdi. Yuvosh narsa ekan aka. Yuvaş. Maşallah akalar. Qornida nechisiga aka? Doğrusu men bilmayman. Bilmaysiz. Bo'ldi aka, gap yo'q. Mana aka molni ko'rsataylik. Mashg'ulotda mana. Maşallah, o'q yelim ekan. Yaxshi, zo'r. 27 million savdo bo'ldi akalar, berilmadi. Bozoringiz bersin aka. Olib boraveramiz akalar, xudo xolasa savdosidan. Sekin ko'rsatib boraveramiz akalar. Qo'ldan kelgancha. Aka nechi savdo bo'ldi u kattaga? Ustaga? Beryapsiz 26,5 akalar, mana 26,5 savdo bo'lyapti. Necha oyligiga aka bu? Qisir aka. Qisirmi? Maşallah akalar, qisir ekan. 26,5 savdo bo'lyapti akalar. Doğrusu bo'g'ozlarni ham akalar qo'ldan kelgancha ko'rsatyapmiz. Olamiz ham bor ekan, chiroylikkina. Olani yazon deylar, yaxshi ko'radi, qarona deylar. Yazonni aka ukalarimiz esa bitta like bosib, olani ham narxini. Usta aka necha pul deyapsiz? Bo'g'ozi necha oylik? 4 oylik. 4 oylik 25 million kam bor ekan akalar. 4 oylik bo'g'oz ekan. Birinchi qoringa ekan aka. Birinchi qoringa. Maşallah akalar. Bor chiroyli ekan bu. Sizga qilaman degan akalarimizga. Bemalol xohlasa. Mana aka. 25 million kam bor ekan. Ko'rsatib boraveramiz akalar, endi sekin qo'y bozorlarga o'tamiz akalar. Qo'zlarimiz mana, mayda qo'zlarimiz bor ekan. Mana qo'zlarimiz. Usta kimdan qo'ylar akalar? Sizlardan? Qo'zlarga o'tyapmiz akalar, xudo xolasa. Qo'zlar necha puldan ekan shep? 38 ekan vallahi. 3 million 800 dan kami. Qo'chqar hammasi. 3 million 800 dan kam bo'lgan akalar. Xudo xolasa. Yaxshi. Necha puldan aka bu? Necha puldan deyapsiz? Aka bu 3 million 600 dan qo'yib suyug'i. Kami bor. hammasi qo'chqar, mana uchrasi sovuq. Mana barmi? Shu sovuqlar necha puldan? Sovuq 3 million 400 dan. 3 million 400 dan kelaman. Nomer qoldirib 93lik 93lik 098 098 0108. 0108 aloqa chiqinglar. Mana shu ukamizni qo'chqar sovuqlar qilib berar ekan. Kattarog'i bor uyda. Bormi katta partiyasi? Bo'ldi. Arzonroq qilib berasiz obunachilarga. Mana savdo bo'lyapti shekilli ashingga. Sotildimi aka? Tanlayaptimi? Savdo qilyapti. Baraka bo'lay deb turibman. Mazli ham tanlang aka, mana unisini ham. O qo'ng'irini oling, mana qo'ng'irni. Ha, bonus. Ha, shuni oling aka. Ha 3 milyon 500 100 ming ver aka baraka. 100 mingga tortishmaymiz aka. aka buni roziman 3 milyon 550 dan duos qo'ydim. 3 million 550 danmi? Maşallah. Baraka bo'ldi akalar, mana. Donasi 3 million 550 dan baraka bo'ldi akalar. Maşallah. Zo'r bo'ldi aka. Barakasini bersin akalar. Oldingizmi aka buni? Necha pulga? 5 milyon var. Jupiga 5 million bo'ldi. Akalar 2,5 millionni qo'yish suyugi bo'ldi. Ikkovi ham qo'chqar. Maşallah. Zo'r bo'pti akalar. Necha puldan deyapsiz aka?
7 milyon deyip paykalasam qo'chqor. Jupiga 7 million kami bor. 2,5 Zo'r bo'libdi akalar. Kam bor. Arzon. Maşallah akalar 7 million kam bor ekan. Davomi bor. Qo'shqa davom bor. Nomeringizni bering. Ha? Nomeringizni 90'lik. 90'lik 101 101 90 90 13. 13 ga aloqa chiqinglar. Mana shu tog'amizda Dalada bor. ko'zi qo'chqorlar bor ekan. Sog'lig'i ham bor. Yo'q, sog'lik kam. Qo'chqarib seropi bo'ldi. Mana akalar mana shu 7 million kami bor ekan. Jupiga ikkovi ham qo'chqor ekan. Mana. Maşallah. 17 ham shunda bor. Bormi? O'ta zo'rlar. Bo'ldi, aloqaga chiqishadi obunachilar bo'ldi. Obunachilar bemalol aloqaga chiqinglar. Bo'ldi, yo'lida qilib beradi ekan. Yo'lda qilib beradi. Bo'ldi. Serop ekan tayi. Akbarcha mo'kan dabar qo'ydi oldiga qo'ydi. Hozir sekin videoga olib boramiz. Yuringchi uka. Qatroqda. Mana shu ukamiz olib ketyapti, ko'zlari bor ekan yana shu tog'oni. Omma qarang. Ha, yo'q. Ma'lummi? Mana shu davomi. Akalar mana hozirgi Ali akani olingan videoni. Savdo qancha qilyapsiz? Mana akalar Ali qo'g'ini qo'yini davomi ekan, mana shuni mana ko'ringlar. Ha, o'tda oldingda shu dadangizmi kim bo'ladi? Akangizmi, amakam bo'ladi. Ha, mana shu davomi bor deydi. Bor. Mana akalar, yaxshi ko'z qo'chqorlar. Bemalol aloqa chiqaverasizlar hozirgi nomerga mana shu akam mana. Ali aka. 21 necha ham berdi-da? Boshqa meniki bu. Ayting nomeringizni. 95lik. 95lik. 162. 0926 ga ham aloqa chiqdi. Akalar bitta ekan, ikkovi bemalol savdo qilaverasizlar. Uyda bo'ldi, uyda turadi. Seropa tay, ha? Nech pulga berasiz? Kelishtirib beramiz. 4 milliondan kam bor. Sizning Bo'ldi. nomingizdan telefon bonusi bor. Bo'ldi. Akalar hayotni o'zidan chiqsanglar bemalol kichiklarni qilib beradi. Qo'zi qo'chqorlar yaxshilari bor ekan. Bozoringiz bersin. Bo'ldi aka. Boramiz akalar, xudo xolasa, chiroyli qilib. Bundan keyincha olyapmiz akalar, bozor tiqim. Qo'ylar o'zi ham avjida. Voy. 8 oy yemegan qo'shqor bor aka. Nech pul deyapsiz? Nech pul? 5 marta o'tib beraveraman aka, bitta gapiring. Boyotay deyapman mayda. Bu 5 marta. To'g'ri beraman. Akalar nech puldan baraka bo'ldi? Her şeyler olacak mana. Oldinglarmi? Chaptarimga qarang, oldik. Nech puldan bo'ldi? 37 dan. 3 million 700 dan baraka bo'libdi akalar, qo'zi qo'chqorlar. Maşallah, mana shu holatda. Ha, qo'lingga Qo'ylardan narxini ortib qo'yapmiz akalar. Mana shular. Sog' bo'ling akalar. Rahmat. Bo'ldi akalar, mana buyog'i Hunajin bozori tomoni. Sekin endi chiqib ketyapmiz. Xudo xolasa Hunajinni olamiz dedik.